Bugun uyga kelib qarasam, u yokishi mashina tagida spiska bilan turyapti. Nimamush bugun zo'r ujin qilib berar ekan. Hamma aylada bozorlik qilishga chiqib ketdik. Korzinkaga kirib qarasam, odam juda ham ko'p. Bizga ham qosinib tez bozorlik qilishni boshladik. Narxlarni qaranglar. Bargli mandarin 1 kilogrammi 29990 so'm. Banan 1 kilogrammi 17990 so'm. Oq O'zbekiston kartoshkasi bo'lsa 1 kilogrammi 4990 so'm. Piyoz yumaloq yangi qadoqlangani 1 kilogrammi 1990 so'm. Sariq sabzi 3990 so'm. Sezdingmi? Korzinkada ancha-muncha mahsulotlar narxi arzonlashib qopti. Dugonalaringa yet, erini olib kelsin. Do'stlar ham yangi chegirmalar bilan Korzinkada juda ham ko'p mahsulotlar unumli narxlarda ekan. Spiska yozilgan qog'ozni qaranglar. Keyin 1 kilogram tovuq filesini 39990 so'mga, 1 kilogram mol go'shti qiymasini 84990 so'mga olib, bozorlikni yakunladik. Endi va'da qilingan ujinni tayyorlash vaqti keldi. U yoqishim birinchi bo'lib kotlet tayyorlashni boshladilar. Men shu ujinga o'zimni hissamni qo'sha qolay deb men ham yordamlashib yordim. Tovuq filesini maydalab marinovka qilib qo'ydim. Kotletlarni talqonga botirib, skоворodkada qovurib oldik. Keyingi navbat mana fileyimga. Birinchi uni unga, keyin tuxumga, keyin talqonga botirib, oxirgi manzil skоворodka. O'zim qilardim-u, lekin charchab ketganimni ko'rib, oyim davom ettirib qo'ydilar. Ular ovqat qilguncha men kattaroq ish qildim. Ruhan motivatsiya berib yurdim. Shu payt домашний KFC tayyor bo'ldi. U yoqishim bo'lsa kartoshka free ham qildi. Gap yo'q lekin. Va nihoyat bizani ujin tayyor bo'ldi. Ko'rinishi menimcha zo'r. Mazza qilib ujin qilib oldik. Menga kotlet rosa yo'q, lekin KFC ko'proq. Chunki meni mehnatim ketdi-da.